Azizlar, Faberlikda Fat kosmetikamiz vitaminkalar ham bor. Qarang, mana bu детский vitaminli kompleks kelgan bolalar uchun. Mana shu vitaminli kompleksi ichida vitamin C, vitamin E, sink, vitamin D3 bor. Vitamin C immunitetni ko'taradi, shamollashlarni oldini oladi. Agar shamollab qolgan bo'lsa, virusli kasalliklar tezroq o'tishiga yordam beradi. Vitamin E tetiklab beradi, sink immunitetni ko'taradi hamda svoboda radikallar bilan himoya qiladi. Shu vitamin E qon tomir sistemasi uchun. Vitamin D suyaklarni mustahkamlaydi hamda bolani o'sishini normallashtirib beradigan. Mana shunaqa 3 yoshdan boshlab ishlatiladi. Marmeladga ko'rinishda bo'ladi. Bolalar shunaqangi mazza qilib yeyapti. Ko'pincha onalari ham qo'shilib yeyapti. Hozir shakarni narxlarda kelgan. Kim bolasi sog' bo'lishini xohlasa, olib olishga ulguring.